Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar, kanalimizni doim kuzatuvchilar. Bugun Toshkent shahri Sergeli tumani Sergeli 2 ga keldim. Mana orqamizda metro. Ushbu joyda sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan novostroykamiz bor. Do'stlar, e'tibor beringlar. Albatta videoga like bosing, kommentar fikringizni yozing. Har qanday fikringiz biz uchun muhim va biz unga javob berishga harakat qilamiz. Do'stlar, menga ko'p murojaat bo'ladi. Ya'ni men tashli 7-8 yildan beri shu uylarni reklama qilaman. Bu quruvchi kompaniyani men azaldan taniganim uchun oldingi uylar reklama qilganman. Bu yerda uy qolmagan, deyarli uy qolmagan, 30 tagina xonadon qolibdi. Shunga akaga iltimos qildik. Keling, bizning obunachilar ham sizni uyingizdan olib qolishsin degan maqsadda keldim. Do'stlar, aslida rastroshka yo'q, lekin obunachilar uchun 30 dona uyimiz bor ekan. Kelishib rastroshkaga yilda oxirigacha gaplashsangiz bo'ladi, lekin undan yo'qga bermaydi. Sababi bular uyni o'z yonidan qurishadi va pullar yetarli va yaxshi kompaniya. Qurilish sifatini ko'ring, hujjatlar bilan tanishing va ishonch hosil qilganingizdan keyin uyni sotib oling. Har doim aytaman, Toshkent shahrida quruvchi ko'p, ishonchisi kam. Har bir kompaniya hujjatini olib, kopiya qilib olasizmi, kelib o'rganib, soliqdan qarzi bormi, bankdan qarzi bormi, hammasi biling. İşonch bilan aytaman, ushbu kompaniya rahbari, ya'ni 4 ta kompaniyasi bo'lsa, birorta kompaniyasi soliqdan yoki na bankdan krediti bor. Bemalol surishtirib olishingiz mumkin. Yana bir marta aytamiz, har doim uy vatan olayotganingizda ishonchli kompaniya va ishonchli qurilish kompaniyasidan oling, sifatli quradi va ishiga javob beradi. E'tibor bering, bizni YouTube kanalimizda qashti ancha vaqtdan beri yangi novostroy chiqarmayapmiz, chunki quruvchilar ko'pi mashinik bo'lib ketgan. Shu sababdan bugun sizlarga ishonchli bo'lgan mana shu 30 dona uy qolibdi. Shuni o'z obunachilarimga ilishdim, ulashdim deganim. Va albatta sog' bo'ling, ushbu xonadon egasiga aylaning.